Assalomu alaykum. Men Qurbonova Nigoraman. Yoshim 30da, 3 nafar farzandni onasiman. Men bu loyihaga qo'shilishimdan asosiy maqsad ayni loyiha Instagram orqali ko'rib qolganman. Men o'sha paytlarda stress holatida bo'lganman, chunki ishdan bo'shaganman, uyda ishsiz holatda bo'lganman. Men nima deb o'ylayman? Ayollarni ilmsizligi tufayli boshqa ilmlilar qo'lida ishlashi eng katta noto'g'ri ish deb o'ylayman. Sababi men ishlagan joyimda shunaqa holat bo'ldi. O'sha tufayli men ishdan ketdim, ishdan bo'shadim. Ayni o'sha paytlarda stress holatiga tushib qoldim ishdan bo'shaganim uchun va o'zimni oldimga shunaqangi maqsad qo'ydimki, men yo'q, hayotda o'zimga shior qildim. Men o'z ustimda ishlayman, o'z qalb kasbimga ega bo'laman, o'zimni rivojlantiraman degan maqsad bo'ldi. O'sha maqsadim orqasidan Instagram kuzatib turib, o'sha Badavlat ayol loyihasini ko'rib qoldim va oldimga maqsad qo'ydim. Yo'q, men mana shu Badavlat ayol loyihasida ishtirok etaman. Xudo xolasa juda katta natijalarga erishaman deb oldimga maqsad qo'ydim. Bu noyabrning boshida bu loyihaga qo'shildim va 1 oy muddatda juda katta natijalarga erishdim. O'zimni rivojlantirdim, o'z ustimda ishlayapman. O'zimda floristika soham bor, turli xil gullar yasayman. O'zimga yarasha hozir klientlarim, mijozlarim juda ham oqimi kuchaydi, daromadlarim kengaydi. Demak, men bu anaqada nima demoqchiman? Ayollar o'z ustida ishlasa, o'zini rivojlantirsa, demak, katta natijalarga erisha oladi. Men o'sha narsani boshqa ayollarga ham aytgan bo'lardim. Hech qachon boshqa nima deydi, o'qiganlar qo'lida, ularning qo'l ostida ishlab qolmasdan o'zlari izlanishi kerak, o'z ustida ishlashi kerak deb tavsiya qilgan bo'lardim. Menda oilaviy muammolar yo'q, Allohga shukr deyman. Sababi sevimli rafiqaman, sevimli onaman, sevimli kelinman. Lekin faqatgina shu mening eng katta muammom qalb kasbimga ega bo'lmaganligim edi. Hozirda bu natijaga ham Allohga shukr erishdim. Men hamma ayollarga mana shu Badavlat ayol loyihasida qatnashib, o'z qalb kasblarini topishligini tilab qolgan bo'lardim. Sababi ayol rivojlansagina olam rivojlanadi degan naqlga o'zim amal qilaman. O'zimni rivojlantirib, mana katta natijalarga erishdim. Men bu uchun o'sha Badavlat ayol loyihasining ishtirokchilariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Xudo xolasa 1 yil mobaynida men juda katta oldimga maqsad qo'yganman. To'g'ri, hozir shaxsiy mashinam yo'q, lekin o'sha 1 yil mobaynida o'zimni rivojlantirib, shaxsiy mashinam bo'ladi. O'zimni o'sha floristika sohasi bo'yicha shaxsiy ishxonamga erishmoqchiman. Oldimdagi maqsadim. O'zim ayni vaqtda talabaman. O'sha talabaligimda ham o'sha izlanishlar, yana bilim darajamni kengaytirib, yanada magistratura darajalariga o'qish niyatim bor. Men har bitta ayolga o'qishini, o'rganishini, izlanishini tilab qolgan bo'lardim. Bu loyiha tashkillashtirgan ijodkorlariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Hammangizga kattakon rahmat.